Ko'pchilik ota-onadan travma ko'rdi degan narsa borda. То есть как будто бы ota-ona yomon yoki ota-ona noto'g'ri bo'lgan, как будто бы ota-ona bolani mana shuni xafa qildirib qo'ygan yoki xafa qilib qo'ygan. Lekin agar bunday o'ylab qarasangiz, qaysi ona, qaysi ota o'zining bolasiga og'riq beradi? Hech kim bermaydi. Bu yerda детский travmani men almashtirishlarini xohlardim bugundan boshlab. Детский travma emas, mening qabul qilishligim shunaqa bo'lgan ekan. Ular menga travma keltirgan ekan emas. Mening vосприятие, men shunaqa qabul qilgan ekanman. Misol uchun onamning tanbehini. Men misol uchun shunaqa qabul qilgan ekanman. Otam meni nimadandir chegara qilgan bo'lsa, men buni yomon degan ekanman. Bu ota-onam meni yaxshi ko'rar ekan, meni nimadandir saqlayotgandir, meni nimadandir qaytarayotgandir deb vоспринимать qilmaganman men. Balki men buni noto'g'ri, meni yaxshi ko'rmaydi, meni ajratyapti, singlimni yoki akamni yoki ukamni ko'proq. Bu mening vосприятием bo'lgan ekan. Men shunaqa his qilgan ekanman. Demak, bu travmami yoki bu mening o'zimning tanlovimmi?